Hozir bilan sizlar bilan birga unpacking qilamiz. Video oxirigacha ko'ringlar. Qaysi diagnozda qanaqa qo'llashni ham aytib o'taman. Hozir ketdik, ichkariga kirib ochamiz bilan. Bu o'yinchoqni eng kichkina yoshli bolalarimizni rivojlantirishda qo'llasak bo'ladi. Masalan, ranglarni o'rgatishda yoki buyruqni bajarishda shakllantirayotganimizda yoki nutq chiqarayotganimizda, uniylar yoki manutqiy tovushlarni shakllantirayotganimizda yoki sodda so'zlar bilan ishlaganda zo'r o'yinlar qilsa bo'ladi. Bu seginimiz bilan bolaga ranglarni yoki shakllarni o'rgatishimiz mumkin va tasavvurni rivojlantirishda yoki frazali nutqni shakllantirishda foydalansak bo'ladi. Bu seginimizni 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan barcha yoshli bolalar uchun rivojlantiruvchi o'yinlar qilib o'ynasak bo'ladi. Masalan, ranglarni sortir qilish, predmetlarni sortir qilish, nutq o'stirish yoki sonli ko'nikmasini rivojlantirish uchun zo'r ideyalar qilsa bo'ladi. Bu ham zo'r narsa ekan, ham arzon, ham ko'p narsalarni o'rgatsa bo'ladi bolaga. Ranglar, shakllar, mantiqiy fikrlashni rivojlantirsa bo'ladi. Keyin motorni planirованиеga, avtomatizatsiyaga zo'r o'yinlar o'ylab topsa bo'ladi bu bilan. Video sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'yin so'zini yozib qoldirsangiz, sizga shular bilan o'yinlarni ham ko'rsatib beraman.